Noldan biznes 1 million dollargacha. 8-kun. Ko'ramiz. Har kungidek alayapsam, lopatkam nimagadir urildi, tang etdi. Olib qolasam, juda ham og'ir narsa ekan. Nimaligini tushunmadimda og'aynimga borib, "Do'stim, bu nima ekan?" desam, "Buni yaxshilab tozalab ko'ring, rangini ko'ring. Rangi agar sariq bo'lsa, qimmat metall bo'ladi" dedi. Yaxshilab betonga ishqalab qarasam, sap-sariq chiqdi. YouTube'ga kirib tillarni qanday tekshirsa bo'ladi desam, shu video chiqib keldi. Tillaga yod surkasa tilla kuyar ekan. Men ham yodni oldimda surkab chiqdim topgan metalimga. Hech qanaqa kuygi bo'lmadi. Значит, bu oddiy laton metal ekanda. Hafsalam pir bo'lib oshnam bilan gaplashib o'tirsam, oshnam aytib qoldi. "Og'ayni, bugun oxirgi kun ekan, oyligini olmaysanmi?" dedi. Bugun oxirgi kun ekanmi dedimda, boshliqda oldiga yugurib bordim. Boshliq qarasam yo'q ekan, yordamchisi bor ekan. "Aka," dedim, "bugun oxirgi kun ekan, oyligimni olib bering" dedim. "Iloji bo'lsa sal oyligimga qo'shib bering, iltimos aka" desam, "Ha, bo'ldi. Kameraga olma, keyin gaplashamiz." Akaga rahmat. Oyligimni 1.600.000 so'm qilib berdim. 600.000 so'm qarzimga berdim, 1 million so'm pulni biznesga ajratib qo'ydim. Endi indindan biznesga harakat, xudo xolasa. Va nihoyat skladda ham ishni tugatdik. Bu yerdan biz 1.600.000 so'm pul ishladik. Kuzatishda davom etinglar. Bu yoq endi qiziqarli bo'ladi.